Namunadagi moddamiz toza emasligini inobatga olib, uni qayta kristalllash uchun uni yomon eriydi, ya'ni etil spirtida yomon eriydi. Qizirilganda yaxshi eriganligi uchun aynan xuddi shu etil spirtida dastlab eritib olamiz. Demak, mana dastlab bu oddiy etil spirtda erimayapti, yomon eriyapti. Qizirilganda esa yaxshiroq eriydi. Suv sarg'aydi. Demak, dalar suvga erib chiqdi. Suv o'zini suvga rangini berdi. Sariq rangga bo'ldi. Endi qizdirib oldik. Mahsulotimiz etil spirtda yaxshi erimas edi. Biz uni qizdirdik va temperatura natijasida erib. Tarkibdagi qo'shimchalarni o'ziga absorpsiya qilib olish uchun faollangan ko'mir qo'shamiz. Ya'ni aktiv Lekin bu ham sekinlashtirish kerak. Endi mana vakuum nasos yordamida pastdan tortib olinadi. Hidratdan o'tgan eritma harorat tushishi natijasida sekin-asta kristallanyapti.